Moskvadan O'zbekistonga qo'yilgan premyer reyslarimiz qatnashi davom etyapti azizlar. Bugungi shu ikkala avtobus chiqadi. Reyslarimiz Sankt-Peterburg, Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishlarida har kuniga bor. Yo'lovchilarimiz kelib joylashdi, boshlashdi. Avtobuslar orqa maketdan ketadi. O'zbekiston nomerlarida O'zbekiston Sobir Rahimov avtovokzaliga premyer kirib boradi. Peterdan Moskvadan O'zbekistonga shunaqa komfort luks avtobuslarda ketmoqchi bo'lganlar uchun ishonchli nomerlarni ekranlarda qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Har bir passajir uchun mana shunaqa sumkalardan besplatniy bo'ladi. Yuklarda kilogrammini farqi yo'q. Donasida ikkitadan bepul bo'ladi. Transportimiz ichilarini ham qisqachagina obzor qilib beramiz. Avtobus ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar bor azizlar. Yuklarni joylab chiqib ketishga harakatdamiz. Yo'lovchilar reysni kutish vaqtini kutib turishibdi. Mana bagajlar joylangan. Avtobus ichida yo'lda kerak bo'ladigan sharoitlar bor. Ko'rib turganlaringdek mana oldida, orqada ikkita monitor alohida qo'shimcha zaryadnilar qo'yilgan bu yerga. Har bir passajir uchun sidenalar orqasida alohida zaryadni, podnos, rusholar joylangan. Bemalol ketish mumkin. Konditsionerlari ham yurganda ishlaydi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar azizlar. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Kanalga podpiska bo'lmaganlar обязательно podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Har kuni chiqib turgan kunli reyslar haqida ma'lumotlarni qo'yib joylab boramiz azizlar.